Assalomu alaykum do'stlar. Biz mana bugun Qo'qon Stiyanka kiyim bozorida mana ayollar. Mana ayollarda kiyimlarini sizlarga nech puldanligini mana sizlarga aytaman. Bozorchilar bo'lsa bemalol olib foydalanib sotaverasizlar mana. Qaranglar, yuk ko'pligini mana pachkada bo'ladi, faqat pachka bitta. Qo'qon Stiyanka kiyim bozori, Optim bozorligi uchun. Xo'p, bunimiz maytdan bari qanchalar endi yupqalarda aytaveramizda. Mira ekan. Pachkaga 65 ming. Pachkaga 65 ming so'mdan mana tepa past. Zallisi bu. Miramirda zallisi ekan. Razmerlari-chi? 48 dan 54 gacha. 48 dan 54 gacha bo'lar ekan razmer. Bularimiz ham bir xilmi buni? Bu ham 65 ming nima u? Xabar. Bular xabar 65 ming so'm. Miramir. Adnotonni miramir. Bular 65 ming pachkaga bo'ladi. 65 ming so'mdan pachkaga mana. Tepa past, ko'ringlar. Tepa past hammasi xalat lozim. Bularchi? Mana shu ikkicha 65 ming. Mashdan baqi 65 ming so'mgacha mana. 65 ming so'mdan. Mana unisi 55 ming pachkaga. 55 ming so'mdan. Mana unisi 50 ming pachkaga. 50 ming so'mdan, ko'ringlar. Bashlar 50 ming so'mdan tepa past. Razmerlari bir xilmi bularning? 48 dan 54 gacha, 48 50, 48 dan 52 gacha bo'ladi. Ko'rishlar ham mumkin. Pachkada nechtadan bo'ladi ular endi? Har xil. Rasvetkasiga qarab, razmerlar standartda. Rasvetkasi nechta bo'lsa, o'sha pachka hisoblanaveradi. 5 xil rasvetka bo'lsa, 5 ta bo'ladi pachkada. Telefon nomer berasizmi sotuvchilarga? Bozorchilarga nechi nomeringiz? 88lik. 88lik 191 191 75 72. 75 72 mana. Bemalol telefon qilib mana narxi shumi deb haqiqatda ham so'rab sotib olaverasizlar mana bemalol. Qo'qon Stiyanka kiyim bozori. Optim